Bak sordinglar, lekin tuqqanlar hayit bayramlik go'shtni qanday qilsak yumshoq ham nayt mizlik pishog'i bo'ldi deb. Mana bugun oilalar sho'rpini nayt kichiklik ham go'shtni yumshoq qilish usuluna keldim. Qilish usulimi nayt oddiy bo'lib, bir qatim ko'rsangiz chuqur o'rganalaysiz, ham sugunish boshlari ketdi. Avval tayyor qilib olgan qo'y go'shtini o'zimizning amaliy ahvoliga qarab cho'ng kichikligini muvofiq parchalaymiz. Qozon suv quyib, sovuq suvga go'shtni silib, bir qaynatamiz. Qaynagandan keyin suratdagidek mana shunday ko'pikchi paydo bo'ladi. Paki suzitib, ustiga oldin suv ichilib olgan no'qot va bir qo'shqa atrofi tuz silib, tuvoqni yepib, yana 30 minut atrofida qaynatib, qo'shimcha materiallardan chamg'or, sariq qizil sabza va oqranlik mana materialni ismini unutib qolibman do'stlar. Bildigan do'stlar inkasirayni g'azitinglar. Ko'rib mishakaga urib tutganlar, yurak yo'ltuz basqach ko'rsanglar, izga vaqt asala topalaysiz. Vaqt to'shqandan keyin materiallarni suratdagidek mana shunday bir-birlab silib olamiz. Ondan sho'rpining ta'min texim yaxshi chiqarsam deydigan tuqqanlarimiz cho'ng ustamning sho'rpi test qo'sini bir xil solamiz. Bu test qo'ning ichida butun xushbiroq quruq materiallar nayt o'lchamlik tayyor qilingan bo'lib, orqadan qeyib qolgan alqa degandek materiallarni silib, yana birini qaynatiblar, tuz ta'min tanshiblar taqsiga qilib iste'mol qilsak bo'ladi. Mana shunday qilib bizningki ham quvvatli ham nayt kichik bo'lgan sho'rpimiz tayyor bo'ldi. Hamsa oxirida qo'llash yuzidan yurakdan birini besib, pinglar rayniga gullarni ko'plab yo'llab qo'ysanglar, qo'llagan do'stlar ko'pdan ko'p rahmat.